Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari. Mana bitta katagimiz Toshkentga yuklanyapti. 3 metrlik katagimiz. Mana Isuzu'miz ham keldi. Bu katagimizning razmeri uzunligi 3 metr, eniga 1 metr, balandligi 1.40 o'z ichiga oladi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 94 kodi bilan 177 33 15 raqamiga telefon qilaverasizlar. Bu katagimiz turibdi hozircha. Bu katagimiz ham sotildi. Bu katagimiz turibdi. Hozircha egalari yo'q. Yo'llari MDFdan bo'lgan, spalnali bu. Yonida raddomlari ham bor, tuxum qiladigan. Bunda yashagan tovuqlar ikkita tug'ib yuboradi. Tuxum qo'yadi, ikkitadan tuxum qiladi har kuniga. Men shu katakka arzirmikunman deb har kuni ikkitadan tuxum qiladi. Hozir yuklab bo'lganimizda ham videoga olamiz. Mana katagimizni ham mana yuklab oldik. Hech qaytaga mana shikast yetmaydigan qilib yuklab qo'ydik. Eshiklari ham profildan bo'lgan. Juda baquvvat. Puliga 2 martalab arziydi. Telefon qilaverasizlar. 94 kodi bilan 177 33 15. Toshkentdan bo'lsa ham mana shu nomerdagi Isuzu doimiy chiroyli qilib olib berayotganlar olib berishaveradi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Videomiz keng tarqalishi uchun bittadan like, bittadan komment yozib ketasiz degan umiddamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.